Bugungi videoda sizlar bilan juda ham ko'plar so'ragan va kommentariyada yozgan Taylong o'lim bo'rsiga qarshi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My Film News kanalidasizlar. Bugungi videoda sizlar bilan Taylong o'lim bo'rsiga qarshi videosi bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. O'lim bo'rsi haqida bilmasanglar, sizlarga ozgina ma'lumot berib o'taman. O'lim bo'rsi etik kiygan mushukning ikkinchi filmida yovuz bo'lib o'ynamaydi. Hamma shunaqa deb o'ylaydi. Ya'ni o'lim bo'rsi yovuz o'ylaydi. U etik kiygan mushukni bilsanglar 9 ta joni bo'ladi. U 8 ta jonini har xil narsalarga ishlatib qadrlamagan bo'ladi va bittadan joni qolgan bo'ladi. O'sha bittadan qolgan jonini o'lim bo'rsi olib ketmoqchi bo'ladi. Shundan keyin u o'zini bitta qolgan jonini qadrlashni boshlaydi. Taylongga bo'lsa hammalar bilasizlar, ya'ni Kung Fu Pandani birinchi filmida ko'rgansizlar. Taylong butun umri davomida shifoni aytganini qilib Kung Fu bilan shug'ullanadi, ertalabdan kechgacha, lekin Ugway uning aytadi, "Sen ajdarxon bo'lishga noloyiqsan" deydi. Shundan keyin u ajdarxon nomini olmagandan keyin hammani vayron qilib ajdarxon nomini olmoqchi bo'ladi. Shundan keyin uni zindonga yuborishadi. Keyin u qochib kelib, Po bilan jang qiladi. Taylongni ham o'lim bo'rsini ham tarixini bilib oldinglar. Endi bo'lsa battle'ga o'tamiz. Birinchi battle chidamlilik bo'ladi. Chidamlilik bo'yicha Taylong yutsa kerak. Nimaga? Chunki u butun umri davomida kung fu bilan shug'ullangan. O'lim bo'rsini bo'lsa o'ldirib bo'lmaydi. Bu degani unga pichoq tiqqaningiz yoki urganingiz bilan foydasi yo'q. Uni tanasiga ta'sir qilmaydi. Ikkalasining tanasi kuchli. Yana Taylong kuchli beshlik bilan jang qilgani esingizda bo'lsa, unga hech nima ta'sir qilmagan edi. Kuchli beshlikni bo'lsa, tinkasi qurgan edi. Taylongga bo'lsa hech nima qilmasdan yana o'zini yo'lida davom etgan edi. Shuning uchun bu battleda Taylong g'alaba qozondi. Hisob 1-0. Ikkinchi battle bo'lsa bu jang qilish. O'lim bo'rsi juda ham yaxshi jang qiladi va uni tezligi menimcha Taylong tezligi bilan bir xil bo'lsa kerak. O'lim bo'rsini asosiy kuchi bu uni quroli. Unda ikkita qilich bor. Va o'lim bo'rsi qo'rquvni his qiladi va qo'rquvni his qilgandan keyin yanada kuchliroq bo'lib jang qiladi. Taylongga qanaqa jang qilishni juda ham yaxshi bilasizlar. U kuchli beshlikni yeritishayotgan edi va qamoqdan qochayotganda butun boshli qo'shinni yo'q qilib, ustoz Shifuni o'ldirayotganda Po kelib qolgan edi. Agar Po kelmaganda ustoz Shifuni ham o'ldirgan bo'lardi. Bilasizlar, Taylongga Po skdish qilib narigi dunyoga yuborgan, ya'ni ruhlar olamiga. U shu yoqdan qaytadi. Buni bizga Kung Fu Pandani 4-qismini treylerda ko'rsatishgan. Ya'ni Kung Fu Pandani 4-qismida Taylong qaytadi. Jang qilish battleda ham Taylong g'alaba qozondi va hisob 2-0 bo'ldi. O'lim bo'rsi ham juda ham yaxshi jang qiladi, lekin Taylongdek jang qila olmaydi va agar Taylong bilan jang qilsa, Taylongga yengilishi aniq. Endi bo'lsa qurollar haqida gaplashamiz. Bilasizlar, o'lim bo'rsini qilichi bor, ya'ni undan juda ham yaxshi foydalanadi. Taylongda bo'lsa hech qanaqa qurol yo'q, uni qo'lini o'zi qurol, lekin Taylongda qurol bo'lmaganligi uchun bu battleda o'lim bo'rsi g'alaba qozondi va hisob 2-1. Keyingi battle bo'lsa aql bo'ladi. O'lim bo'rsi ham Taylongga ham juda ham aqlli. Bilasizlar, Taylong bittadonni pattatib qamoqxonadan qochishga muvaffaq bo'lgan. O'lim bo'rsi ham juda ham aqlli va uni qayerda nima qilishi juda yaxshi biladi. Va etik kiygan mushuk har doim o'lim bo'rsidan qochib yurardi. O'lim bo'rsi bo'lsa uni har doim topadi. Bu bo'lsa uni qanaqa topish usulida. Boy aytgandiki, o'lim bo'rsi qo'rquvni his qiladi va shundan keyin qo'rquvni his qilganlarni juda ham osonlikgina topib oladi. Bilasizlar, etik kiygan mushuk uyga bekim olganida o'lim bo'rsi uni bemalol topib olgan edi, chunki u qo'rquvni his qiladi. O'shanda etik kiygan mushuk qo'rqotgan edi. Ikkalasi ham juda ham aqlli personajlar, shuning uchun ikkalasiga ham 1 balldan beramiz. Hisob 3-2. Endi bo'lsa battle IQni ko'rib chiqamiz, ya'ni jang qilishda ular aqlining qanaqa ishlatishini. O'lim bo'rsi kim bilan urushayotgan bo'lsa ham, u har doim urushayotganida uni qo'rqitib keyin urushadi. Masalan, etik kiygan mushuk bilan urushayotganda ham uni qo'rqitib qo'yib keyin urushgan edi. Shuning uchun etik kiygan mushuk boshida qochib yuradi, chunki o'lim bo'rsi uni qo'rqitib qo'ygan edi. U o'zini kuchini shunaqa qilib ishlatadi va bu jangda juda ham yaxshi ishlaydi, chunki qo'rqqandan keyin sal qo'rqibroq harakat qiladi va undan qochishga harakat qiladi, lekin film oxirida baribir u bilan jang qiladi va yengadi. O'zi agar filmi boshida ham qo'rqmasdan jang qilgani yengardi, lekin qo'rqib qo'ygani uchun u qochib yurgan. Endi Taylongga keladigan bo'lsa, yana o'sha gap, u beshlikni osonlikcha yengan.
Taylung qamoqxonadan qochayotganda u butun boshli armiyani yenggan va ular portlatuvchi narsalarni qo'yganda, ya'ni portlatuvchi moddalarni qo'yganda, portlaganda uni ustiga tosh tushib ketgan edi. Shu toshdan u juda ham katta tosh edi. Shu toshdan foydalanib tepaga chiqdi va butun boshli armiya unga kamondan o'q otganda shundan tirik qolgan va u liftga o'xshagan narsani tagiga chiqib olardi va o'sha yerdan yuvib qo'ygan edi va u juda ham aqlli jang qiladi. Sizlar savol berishingiz mumkin. Nima uchun unda u Poga yutqizdi? Chunki Taylung juda ham g'azabda bo'lgan edi. G'azabda bo'lgani uchun Poga yutqizgan edi. Agar aql bilan jang qilganda u Poni yenggan bo'lardi. Bu battleda ham Taylung g'alaba qozondi va hisob 4-2. Taylung DreamWorks'dagi eng kuchli va eng xavfli va eng mashhur yovuzlardan bittasi. Taylung ham o'zidan o'zi yovuz o'qamagan, nimaga yovuz bo'lganini filmda ko'rsatishgan. O'lim borisi ham yovuz emas, ya'ni hech qanaqa yovuzlik qilib kimdirlarni o'ldirmaydi. U faqat jon oladi, jon olib o'ldiradi. Bu battleda, ya'ni o'lim borisiga Taylung qarshi battleda Taylung g'alaba qozondi. Bu battle menga kommentariyada yozishgan edi. O'lim bilan Taylungga battle qiling deb. Agar sizlar yana qanaqadir battlelarni xohlasanglar, kommentariyada yozsanglar, men iloji boricha tezroq video tayyorlab chiqazaman. Agar sizlar kino yangiliklar haqida ma'lumotlar bilmoqchi bo'lsanglar, meni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasi pastda. Men yo'lga har kungi yangiliklarni tashiyman, ya'ni nima yangi kino chiqadi, qaysi aktyor qaysi kinoda o'ynaydi, qaysi kino chiqadi, qaysi kino chiqmaydi va kino haqidagi barcha ma'lumotlarni o'zimni Telegram kanalimga tashiyman. Va u yerda butun boshli Monsterverse, ya'ni maxluqlar olamidagi barcha kino va seriallarni tashaganman. Bemalol kirib, xohlaganinglarni ko'rsanglar bo'ladi. Yaqinda Marvel olamiga kiradigan butun boshli hamma filmlarni tashiyman. Xohlaganinglarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bundan keyingi video DC'dagi top 5 ta eng kuchli armiyalar haqida bo'ladi. Nimaga? Chunki Marvel'dagi top 7 ta eng kuchli armiyalarning videosini chiqazganimda aytgan edim. Agar mana shu videoga 200 like bo'lsa, men DC'dagi top 5 ta armiyalar haqida video qilaman degan edim. Like'lar soni 200 dan oshayotgan ekan. Bundan keyingi video shuning uchun top 5 ta DC'dagi armiyalar haqida bo'ladi. Shuning uchun videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimga podpiska bosib qo'yinglar va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Bugungi video shu edi. Agar sizlarga o'lim borisi Taylungga qarshi videosi yoqqan bo'lsa, kommentariyada video yoqdi deb ketinglar. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar va nimalar qolib ketdi, shuni ham kommentariyada yozib ketinglar. Men keyingi videolarimda hisobga olib video chiqazaman. Hammaga xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.